Bugun men sizlarga bir ma'zibasi to'g'riliq ikki ig'iz gap qilay tuqqanlar. Bu amaliyotda bu ma'zibasi er kishidan bo'ladigan bir a'zo, ayol kishida ma'zibasi bo'lmaydi. Endi bu ma'zibasi kasalliklari burun shu 50 yoshni oshgan erlarimizda bak ko'p ko'riladi. Hozir bo'lsa 20 yosh, 30 yosh, 10 yosh, 15 yoshli bolalarda ma'zi bezidagi har xil kasalliklar kelib chiqyapti. Endi bu ma'zi bezidagi kasalliklar odatda shu ma'zi bezi yallig'i deymiz, ma'zi bezi kristallashishi deymiz, ma'zi bezi o'skisi deymiz, ma'zi bezi yo'g'onlash qatorliq bir nechta turlarga bo'linadi. Endi bu ma'zi bezidagi bu kasalliklar nima uchun kundan kunga yashash qarab menyapti degan chig'imizda birinchidan doim o'tiryapsiz. Hech bo'lmasa 40 minutda bir qatim yoki bo'lmasa bir soatda bir qatim 16-4-5 minut olsun harakat qilmaysizlar. Bular shu o'tir maktab, to'liq o'tira, oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchi o'g'avollar har qatimliq tanaffusda 10 minut 15 minutgacha ba'zilarga tanaffusdami qo'ngni g'ig'itini qatib o'ltirib, shunda kasalliklarga giribtorlikka sababchilab qoladi. Ikkinchi birisi yemak ichmaganlikni baqilay baqa. Doim qolsa ochiq narsalarni ko'p yeb olgan. İspirlik ichimliklarni ko'p ichib olgan. Mushunga o'xshash yallik tomoqlarni ko'p iste'mol qilib olishma ma'zi bez kasalligini keltirib chiqarib qo'ydi. Endi bu ma'zi bezidagi bu kasallik pek oson qo'zg'alayotgan, ta'sir saqlayotgan, oson qo'zg'alayotgan bunday bir kasallik. Endi bunga faqat dorilar tayinlayapmanlar. Ko'proqi kayfiyatingni yaxshi tutinglar birinchisi. İkinci birisi suydik kichik tarat kelgan chig'ingda vaqti-vaqtida septinglar. Buni qisib olmanglar, tutib olmanglar buni. Suydik doim o'sha do'soq yig'ilib turgan chig'ini ma'zi beziga besim akilib, ma'zi beziga kasalliklarni keltirib chiqarib qo'ydi. Uningdan bilak bu shunday qayta shahvoniy xiyollarni ko'p qilishma, o'g'illariga ma'zi bezini oson g'idiqlanishi paydo qilib, sizimchanlikni oshirib, ma'zi bas yo'qligini, ya'ni sip bo'lgandiki, oqchi selimish yo'qligini kelishga keltirib chiqarib qo'ydi. Ig'irlashgan chig'ida-chu, ma'zi bezidagi bu shunda suydik etishib ketgan, doim suydik tomchilayotgan, suydik chalqaganda sizim botgan, suydik ishga ochmoq ketgan, suydik besimsiz ketgan qatorliq nurg'unlagan suydikka oid munosabatli kasalliklarni keltirib qo'ydi. Shunga ba'zan oddiy ma'zi bezidagi alomatlarga asosan ziyoda qo'rqib ketmay, vaqtida doktorxonaga borib, kasbiy doktorlarning ta'limini olib, masalan, doktorlar o'ylab qo'yganlar bechodisini challi shayyan deb chiqib qo'ygan bo'lsa, doktorning qapasamda ko'p sildagi alomatni so'raydi. Alamet soğanıka bolda bunundaki dikkat qil, açık narsalarni az ya deb yo'lga solib qo'ysa, yo'q doktor men chali shayyankan, ma'zbiz yolga qo'ygan dedi. Meni ma'zbiz beykan dedi, menga doktor nima qilib dori vermaysiz de. Dori yetqanlar dori yetqanlar bu. Shu o'zingni bizga kayfiyatingning ziyoda bak jiddiylashishi, qo'rqib ketishidanmi, ma'zi bas kasalliklari texnik ig'ilishib ketishi mumkin. Şuna ma'lum bir kasallikning hargiz bu ig'irga yenikkan menda bak ig'ilish bitib deb qo'rqib kayfiyatingni nacharlashtirsanglar, kasallikingni necha hassasiga qaytarma zarba berdi. Shunga kayfiyat eng muhim. Kayfiyatingni yaxshi tuta olsanglar, balkim ma'zi bas kasalliklari dori yemaymi saqlab ketishi mumkin.